Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaladir Suyuti'nin Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında biz Umayyalar devletinin ikinci halifesi Yazid ibn Muaviye'nin hilafet zamanı hakkında çıkımız. Yazid ibn Muaviye Hicriye 60. yıldan 63. yılgacha, yani 3 yıl hüküm sürgen. Bu Muaviye'nin oğlu. Bununki kunyası Ebu Halid el-Umavi. Bu adam Hicriye'nin 25 yoki 26 yılı tug'ilgan, o'z nihoyatda yo'g'on, usqonliq, semiz adam bo'lib, nihoyatda choshliq odam edi deydi. Buniki onasi Maysun binti Bahdal. Yani bu Araplarning eng mashhur qabilalardan Kalbi qabilasidan. Bu adam dadasidan rivoyat qilgan. Yani dadasidan nurg'un bir qism hadislarni anglab, shuni ummatga yetkazgan. Bu adamning o'zidan hamda Yazidning o'zidan oğlu Halid Abdülmelik ibn Marwan bu işkaylan rivayet qilgan, yani hadis rivayet qilgan deydi. Muaviye bu oğlunu veliahd belgilab qo'ygan. Kishilarni shunday qilishga majburlagan, hatto shu ayni vaqtda. Bu yuqorida o'tdi bu avvallar. Hasanul Basri rahmatullohi alayhi bu ish haqida mundaq bir ma'lumot beribdi. Endi kishilarniki, musulmonlarniki ayni vaqtdagi ishni ishkaylan buzib o'tdi deydi. Biri Ömür ibn Az Muaviye'ga şu Hazret Ali bilan urush qilgan vaqtida, masalan Safayn urushida Qur'on Karimni ko'tarishga, nayzning uchiga ilib ko'tarishga buyurdi deydi. Shuning bilan Qur'onni ko'tarib qilgandan qarilar qana deb shu vaqtdagi shu qari nomidagi bir qism xavorijlarni tahkimga mecburlab qo'ydi, tahkim qildi. Yani u yerda murassa chiqib qo'ydi hukm qilmoqchi. Yani bu hukm qiyomat kuchlik davom etadi. Bunda degani shu vaqtda biz shu Qur'onni hokim qilamiz, Allohni hokim qilamiz deb bu so'z amaliyotda shakli nihoyatda yaxshi, go'zal so'z. Amaliyotda bundan islom dinni nihoyat yaxshi tushunmagan ahvol ustida Qur'onni hokim qilamiz, Xudoni hokim qilamiz deb xaliflarniki so'ziga unamay, Halifler saylab chiqqan qonunliq huquqlarga bo'ysunmay, oxirida bularni kafirga chiqarib, nurg'un sahobalarni kafirga chiqarib, bu urush partilgan. Bu avval endi qiyomat kuchi davomlashadi dedi. Bunda avval hozir bizniki zamonimizda nihoyatda yuz bergan. Bir qism o'ziniki ota-onalarni kafirga chiqargan, bizniki bildigan to'naydiganlarimiz vatanimizda o'tgan. Amaliyotda shu ota-onalar 5 vaqt namozni nihoyatda yaxshi masjidda o'qiydigan ota-onalar edi. Ikkinchisi Mughirat ibn Shu'ba. Bu adam Muaviye'ninki Kufa'ga belgilgan valisi. Muaviye bu adamga xat yazibdi-da, "Mening shu kitobimni, xatimni o'qigan zamonlar, sen darhol ishingni tashlab, seni ishdan bo'shatdik, darhol kel" degandan keyin Mughira asta tamtilab sal ishni keyniga suribdi-da. Shuning bilan sal so'rilib kelib Muaviyening huzuriga kelibdi-da, deganki, "Nima qilsan bu tiz kelmaysa?" degandan keyin Mughirat ibn Shu'ba debdiki, men bir ishlarga tayyorlik qilib, shu ishninki vujud chiqishiga men o'sha yerda kuch ko'rsatyapman debdi. Endi nima ish degandan keyin, sendan keyin men shu Yazidga bayat qilish masalasida shu yerda bir xalq ra'yini sinab, shularniki bayatini olish uchun tirishyaptim debdi. Deganki, "Oshtam qildingmi?" desa, "Ha" debdi. Demak, bu yerda Muaviyaniki u qallisda u ish yo'qkanda, bu orqali Mughirat ibn Shu'ba Muaviyaga uchirib berib qo'yapti. Yani o'zi sen balangni keyin saylasan degandek shaklda. Degandan keyin Muaviya darhol "Unda bo'lsa sen ishingga yana qaytib bor" deb, bu yana qayta vali qildi-da ko'p vaqtida. Shuning bilan u odam teshik chiqqandan so'ng Mughirat ibn Shu'baninki do'stlari, yorallar debdi. "Nima ish va nima gap bo'ldi?" degandan keyin Mughirat ibn Shu'ba bundoq debdi. Bu odam yorallar degan so'zda ben Muaviye'ninki putini şu kıyamet küçülük üzülmeydiğen bir nayetli azgın ilip koydum. Bunlar degeni mesela at mingan vaqtimizda desep turdigan ilga, putu desep minadigan hem desep turdigan ilgida. Yani shunda azgın degeni bu yerda tushunmaydigan, ya chiqolmaydigan, ya oldiga ya keyniga mangolmaydigan bir holat qo'yib qo'ydim demoqchi Muaviye'ni. Endi shu mushgam depolab Hasan Basri rahmatullohi alayhi shundoq deydi. Mushu sababdan Muaviye'ninki bolalarga shu keyingi davrlarda bayat qilingan
Mughira'nın işi bu demekçi. Eğer şunda bulmagan bolsa, bu ta kıyamet gününe kadar bu hakimiyet meselesi, hukuk meselesi Müslüman halk arasında meslehat kengaş arkalık, tanlaş arkalık yüz beretdi dep şundaq degan. Endi İbn Sirin'ninki degan bir ma'lumotida Umar ibn Hazm bu kishi tuniganki rivoyatda o'tdi. Muaviya tarafdordiki nihoyatda buyuk sahobalardan. Bu kishi Muaviyaning huzuriga kelib Muaviyaga debdiki, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetini mesela bir esletip ötey. Kimni halif qilib qo'ysa uningga, bu ümmetga kimni bosh qilib qo'ysa degandikan Muaviya radhiyallohu anhu mundaq debdi. Bu so'zing orqali nihoyatda yaxshi nasihat qilding yoki ixlos qilding. O'zingniki ko'z qarashingni deding. Endi mening o'g'lim va ularning o'g'illari qoldi bu yerda. Mening o'g'lim boshqa sahobalarning o'g'illari bor. Bizde yo'q hamda cho'nglar. Demak, mening o'g'lim eng haqliq deb javob bergan ekan. Bu mu Muaviyaniki hamda o'g'ilni shu azaldan xalif qilish uchun urinayotgan bir irodalarning biri. Atiyat ibn Qays degan kishining rivoyat qilgan bir mazmunda Muaviya radhiyallohu anhu bir kun xutba o'qib, masjidda bundaq debdi: "Ey Alloh, hamda Yazidga men valiahd qilib bu ishni topshiryapman. Buniki ma'lum bir ortiqchiligini ko'rib shunday qildim. Shuning uchun sen mening orzu qilgan bu umidimga uni yetkazgan, unga yordam bergin. Agar men mushu dada bolasini yaxshi ko'rgan kabi, men mushu yaxshi ko'rganlikim uchun mushni valiahd qilib qo'ygan bo'lsam, lekin balam unga loyiq bo'lmay qilib qolsa, bu ishga erishishdan burun, ya xalif bo'lishdan burun uning jinnini olgin deb duo qilgan ekan. Shundan Muaviya o'lib ketgan vaqtida Shomliklar o'g'liga bayat qilgan. Ondan Madina ahliga, Madinliklarga bayat qilish uchun adam evatgan. Chunki Madinada sahobalarning eng kattalari, olimlarning eng kattalari shu vaqtda mushak yig'liqliq. Madina, Makka bo'lib Madina hamda siyosiy havo nihoyatda kuchli rayon shu vaqtlarda. Shuning bilan Hüseyin peygamberimizin nevrisi, Hasan'ın inisi. Hüseyin bilan Abdullah ibn Zubayr bayat qilgan unmadi Madinada. Bular shu kechsilam, ya'ni shu Muaviyaniki adimi Madinaga kelgan kun kechdilam Makkaga chiqdi bular. Endi İmam Hüseyin radhiyallohu anhu Iroqqa nima uchun chiqdi buni ko'rib boqaylik. Abdullah ibn Zubayr bayat qilmadi yoki o'zini xalifa deb vaqtida chaqamadi, lekin bayat qilmadi. Ammo Hüseyin ko'pliklar ayni vaqtida, ya'ni Iroqliklar davomli bu odamga xat yozib, shu Muaviyaniki zamoni islom, biz o'zingiz xalifa bo'lishga eng loyiqdingiz, siz bo'lsangiz deb xat yozsa, bu odam uni rad qilgan. Ya'ni davlatningki bir butunligini saqlagan ayni vaqtida. Endi Muaviya o'lib ketib, Yazid xalifa bo'lib bayat qilingan vaqtida bu odam bir xil gangirash asosida sal g'amkin bo'lib qoldi-da. Ya shu Madinada turishmi bayat qilib va yoki Iroqliklar tarafga berish haqida. Lekin Abdullah ibn Zubayr bu odamga nimaga Yazidga qarshi chiqishga maslahat bergan ekan. Abdullah ibn Abbas debdiki, "Hüseyin unda qilmagan" deb turibdi. Lekin Abdullah ibn Umar debdi, qarshi chiqmagan. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Allah Taala Resulullah'ni ixtiyorlik berdi. Ya dunyoni tanlag'in ya oxiratni tanlag'in debdi. Rasululloh oxiratni tanladi. Sen bu şu Resulullah'nınki bir evladı. Yani bu mensep degan bir dünya bu. Sen bu dunyoga sen erişemeysen, bu dadan, çoğun dadan erişemegen dunyoga sen erişemeysen deb quchoqlab, tijig'lab ketdi. Bu ne kadar samimiyete ve Abdullah ibn Ömer'deki. Yig'lab ketdik. Axir unutmagan degan uzitib qo'ydi da. Abdullah ibn Ömer shunday deydi, davomli shunday deydi ekan. İmam Hüseyin qarshi chiqish jihatda men hech qaysimizning gapini anglamay, o'zining gapini kuchlantirib, bizni yangilatdi bu jihatda. Azbiroy Xudo amaliyotda o'zining dadisi va qarindishida bu ibratni ko'rgan. Chunki Iroqliklar dadisini tashlab qo'ygan, akisi Hasanni tashlab qo'ygan. Bayat qilganda qilgan bilan yurkidan ixlos bilan yordam qilgan emas Iroqliklar shu vaqtida. Madinada yani bu vaqtda Jabir ibn Abdullah, Abu Said, Abu Waqid al-Laysi va ulardan boshqa nurg'un sahobalar cho'nglar gap qilgan qarshi chiqmaslik haqida. Lekin ularning hech qaysini gapini tinglamadi. Bu odam Iroqqa ketish uchun, Iroqqa minish uchun qattiq iroda bilan ching turib oldi. Abdullah ibn Abbas debdi shu vaqtida.
Men bu seninki Osman öldürülgenge okşaş ayalların ve kızların arasında öldürüldüğünlüğünden yani müştalam oylavatım ben seni öldürüldü dep oylavatım ben. Dep şunda desimi bu gepni yana qabul qılgıl unmady. Abdullah ibn Abbas yani qattiq jıglap mundaq dedi. Şu Abdullah ibn Zübeyr'ninki közüne horsan qıldın. Abdullah ibn Zübeyr'ni horsan qılıvatsam işin bolan. Demek sahabalar içinde şu Abdullah ibn Zübeyr'lam bu meslahatni bergen qağallar asasen qarşı çıqqan. İmam Hüseyin'ninki bu xilafetke qarşı çıkıp özünü elan qilishini hamda. Abdullah ibn Abbas keyin Abdullah ibn Zübeyr'ni görüp senin özün xalığının boldy mana irade qılığının boldy yüz berdi mana dep şunaq degen. Hüseyin çıketse sanmış Hicaz zemini oň çıkalı da hamda dep şunda kaygan bu ýerde. Anda tövendeki şerini okugan. Bu şir şu cahiliyetdeki meşhur şirlardan. Bununki mezmunu mundaq hamda. Kumbur degan bir quş. Uzun ömür kurduğan kumbur degan quş. Hamda bu ýerdeki şu moýit saňalam kaldy hamda. Sen halagança sarap, halagança çokup, halagança tuxum besip yaşap alsan diyen boldu. Esle bu şeir Araplardan Torfat ibn Abdu degan bir şair bolap, Pagsy bilen bir günse bir quş oğluğa çıkıptı. Ama kuşlarni oğlaş üçün hem de kiçik bir kuşlarni şu yerge avval bir yemge ekildikende bu küçük kuşlarga yem berip bir gün ötepdi, bir gün ötepdi. Ve çıkanda bu kumbur degan kuş kemmepdi bu yerge. Kemmigen degen zerkip hem de keteyle dep bu kuşlarni ilep minip turubasa alqı qıltaq taşıgan yem biznesi qip qalıdı da ýerde hemde dalla. Bu da minip turşuğa bu kumbur degan kuşlar kepdi. Kelgendiken hem de bolunan bir günlük vakti beka zaya olap ketdi kuş kelmey. Hem de manga vakti keldi. Kelgen vakta hem de sana moýit bütün kaldı hem de halagança kıldığa işini kılıp al. Dep bu şiirni keyinki devirlerde Araplarda bu bir meselge yani makal temsilge aylanıp ketken. Bu nime qartıldı degan vaqtida özünki planyga yetip arzusuga yetken bir adamga. Bu adam hem de Abdullah ibn Zübeyr'ni Abdullah ibn Abbas munda düşüngende Hüseyin Hicaz'dan çıketse Hüseyin bütün Hicaz hem de sana qaradı, sana kalıdı. Hicaz'dan işlerini sen başkura alaysan. Senin aldığında Hüseyin bu vaqtida sana bu yerdekiler bek boysunup ketmeydi. Senin ama bir yer aldığı çıkışına ait qalmaydı ama bu yerden bir yollaş çıketkendeyken hem de sana bu orun kaldı. Dep kaygan bu şer arqaly. Bugünkü dersimiz müşahekçi bolsun ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.